eslab qo'ygan. Munavvar doktor. Ha? Nima? Ay, menga undachilikning puli yo'q ey. Ya bir yil ishlatgan bo'ldi deb 11 oy saqchilkim o'shkinchi batus uni. Ha, yetmidi u. Ya, bir yil naq yetsa berma pulni bo'lmas bermayman. Avar qilmagina meni. Manda o'gil. Oy, sen vek oldirash. Voy. Nima? Tamoqning pulini men olibsiz? Ya, ash tamoqning puli beramdim men. Halab berdingmi, tamoq berdingmi menga? Avar qilmaguylarni. Voy, nim bo'lding sen? Qo'xshabli qapsan. Voy, atgan avar qilibdigina birisi chiroqning pulini beradi, birisi tamoqning pulini beradi. Tok deganga pul ketadi. Tomoqning pul ketadi shu. Ya, odat pul ketadi. Chiroqni satdada bir yil bo'sham deb. 11 oy ishlatib, o'shkinchi kelgan o'chab qoldi chiroq. 11 oy ishlatib bo'ldi. Ha? Lekin bir yil bo'shanda badida uni yesi bergan bo'ldi. O'shga ko'chmoq pulini bermayman degan shuningga. Yo. Uni ochig'im bilan kelib tamoq yesam, shu qaysam nima chiqdi degan deb alabdek bir nima chiqib, ashning puli ayamsiz deb izzat etmay telefon qilibdi menga. Sen tugapsan juma. Yo, oday pul degan supur olmaymiz, ashta topamiz uni. Gredish beribsan sen hozir. Demaysan, buni hamda tejashdan deysan bundan. Adash qo'lan qizvolin tumay juma deb qo'ya bunda cho'palishib ketma deyman. Ya, deshmishda o'g'illar amroq hozir qizlar tushamaydi. Qiziq deyman. Barat mochan deb anglagan. Vali mochan deb chaqasa qo'ygan buni. Ya. Aslida lekin barat mochan ismi menga yetmaydi. Ya bu qilib, masalan, tejashlik deysan, tushadi. Sen kim o'chaq futbol bola qanday qilsashida qilib, men aralashmadim. Bu bugun sen programmasi birazdan taklif qildingmi yo o'tirib ketdingmi yerda? O'tashamda taklif qilmaymi, o'tag'il bo'lamdi xotirjam. Boshlayapman qarashamsi bu. Boshlaymiz. Telefon qilib ishimiz qilaman, uylarni telefon qo'yib Boshlaymiz. To'xtab tur, hozir tayyorlik qil deyman. Ko'r olay mani. Kimni taklif qildingiz? Sen demiding? Kim taklif qilding? Abay dedim-ku ismini. Kimni? Shu Barat Mochan dedim. Shu qamni? Mening gapim demaydim ama adını satışıp otamayman. Asla yerda o'tirolay deb gap qilmaydi. Deyman. Qag'ankamda o'shirkamda onlayn o'tirolay. Shunda bir to'g'ri qoldi ya. Hammalar kutgan shaxs-ku. Har qatim chiqib Cho'lpon keldi programmamizda yangi sonini e'lon qilsak ham astida o'sha ham qachon chiqadi? Barat Mochan chiqasanlar bulti. Bakchiq o inkasçı telefon qilsam aldirash. Oxir bo'lmay o'zim zo'lab arantasida keldim-chi bugun. Unda bo'lsa xo'sh, boshlab ketaylik, ortiq gapni jiqilmay. 2022-yillik Munavvar doktor Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda soniga alayda taklif qilingan bizning suyimli Cho'lponimiz bo'lsa, Xinjiang teatrchiligidagi o'chmas yulduz davlatlik birinchi darajalik artist, ustoz san'atkor O'shur akamiz bor. Roman test geldiniz ha? Bugün. Şu sel tesirek yap kaldım. Aldırışçılık. Pullarına gelem keglim. Bunu demeyeceğim. Çoğban geldiyse ufkan pul verem de onu. Hazır hemen programdan pulu olgan için sonra baktım. O birazdan da olgan ki ameliyat onda da boyla kalsa konmay cuma. Hele karnı kağın, kozuk kağın deyimiz o. Kaç biraz demeyeceğim. O biraz özünüzle mi? Hazır yine gibi. Demek rahmet eka rahmet de hoş olduk. Rahmet. Aka özünüzde xabar barmı şu programı ne akşam körüp baktınız? Kördüm, devamlı Hiç sen kördüm. gördünüz hem. Hem programını kördüm, lakin to'liq görmesem mi? Azazdan kördüm. Ko'pincha to'liq ko'rdim, lekin ba'zi bir qildingiz aka. Nayt yaxshi, intayin men bo'lgan ta'sir bit yaxshi. Rahmat aka. Mishada qiynaydiganligimni bilasiz aka. Men ancha qiynalmayman. Aka unda şu jingep bilan kelaman-chu. Aş ko'rmanlarmi, aş chiqsam, ya bir naqsh etib bersa, yoki bir beoyan qilib bersam shu naq maydonda deb bunda o'ylashi mumkin-chu. Boshdan bir qiynayman sizni. O'tda o'zmay turiblam. Naqsh etsak bo'laverdi. Beoyan eli o'ynamdik. Beoyan hamda yolg'iz o'ynamoq tez-chu. Agar birga o'ynaymiz deb qalsam
Chata yo'q. Altı yakada sayda Rahmat aka, rahmat. Unda bo'lsa, naqshingiz bilan Ko'pni ko'p rahmat aytaman. sizga rahmat. Rahmat. şanslı. Ha, endi o'rtasa bo'ladi ya? Ya bo'lmaydi aka, yana bir ish bor. Yana shu ama. Cho'ng ishlav aka. Ha, anlaydim. Ekranjikka ko'p ko'rmalarimiz abay bir deb o'tdim aka. O'sha programmamizdan har bir soni chiqqan vaqtida sizni talab qildigan mahsulotlaringiz bekchiqchu. Qachon ziyorat qilsizlar, bir chiqsulti o'sha programmada bir ko'rsak bo'ldi deydigan. Shu ko'rmalar uchun bir salomingizni qizg'in holatda bir yo'l etamiz aka. Rahmat. Ekran oldidagi va naq maydonda o'tirayotgan barliq aziz tomoshabinlarga mendan o'tliq salom. Rahmat. Tugdi aka, ham tugdi o'tirdigan keldik hamda. O'tamsak mayli. O'tirsak ketdi aka. Ma'qul. Programmamiz xush keldingiz. Rahmat. Men o'ylagandim shu qarqamlar kelmay qolammi shu programmaga deb bir andishyapti. Lekin kep biroz hayajonlantirdingiz Juma aka. Voy kelime nima kelmayman. Endi pul bermagan kim? O gapni chaqchaq deb. Hamma ishni pul o'ylasak, ma ish aqmaydi. Men asli boshliq kelishni o'ylashgan. Chunki bu programmalar azaldan chiroyli tomoshabinlarni jalb qilish intayin kuchli. Men nurg'un usul taklif qilgan san'atkorlarninki mishada o'tkazgan nimalarni ko'rdim, endi qiziqdim. Lekin xalqlarning inkosimi, tomoshabinlarning inkosimi bu programma nayt qiziydi, bek qizdi. Bular Nurali nayt qizdigan qiziq gaplar bekjiq deb nurg'a inkosni oldik. Anladim men. Sizmi nurg'un telefon qildingiz, aloqalashdik, lekin faqat mening vaqtim chiqmay qoldi, to'g'ri kelmay qoldi. Birdan film ishlaydigan yerda bo'lib qoldim. Birdan biz komandirib chiqib tuveldi, o'yan qo'ydigan va yoki boshqa xizmatlar bo'lib qoldik. Shuni oldigan vaqtda mening vaqtim to'g'ri kelmadi. Amaliyoti mening balduli chiqqan bo'ldi. Rahmat aka. Lekin ilamni shunda xush bo'lyapmiz aka, hayajonlanamiz. Ana bunda deb maqtavamay, zamoma programmani birdan bir olaylik shu emasmi? Shu yaxshi tarafini davamay, ko'z ko'ramagan taraflarini ancha-muncha O'ylamagan yerdim. Diqqat qilib qo'ymiz shu aka. Shu yaqinda obrazingizni yana bir yangilab oldingiz aka. Barat Mo'chan bilan. Yangilandimi? Yangilandi mencha aka. Burunda pısık yemeği. To'g'ri, bir yangi bir obraz oldi endi. Jiq ko'rmalarimiz aka, lekin sizni rost pixsiqga deb o'ylab qopdi Juma. Men o'tganda anglab qoldim. O'sha da'vatamda. O'sha da'vatida. Damesta. Oldimda ishlar deganda, deb bir gap qilay dedim, men pek tushunmagan gap bo'ptilar dedim. Belki nurg'unlar hamda shu biz o'ynagan obrazning ichiga kirib ketib, mana san'atkor, mana rolni o'ynadi demaylar, bir aqli ichiga kirib. Voy, osmon zamin qarim-qarish deyman millatda. Komiko berang aka hamsa. Nechun to'g'ri aytay? Keç tamak sizden akalım. Chatay yo'q. Bir kech kelib, bir necha kech o'tmaylar. Chatay yo'q. Bu do'stlarni mehmon qilish bir yaxshi bir odat shu bu. Chunki tomoqni topgan oldi, ma do'st mehmon topmoq tez shu meningcha. Men bir do'stlarni ham bu yerda mehmonlarni mehmon qilish sharaf his qilmoqchi. Chunki o'zimiz yanchiqimizdan to'li pul bo'lsa, tomoqni bursak chiqadi ekan, lekin mehmonlarni vaqt qaraydi, ekilib o'tag'izmoq biroz tez shu. Agar siz o'tirib turibsiz, chata yo'q. Mehmon bo'lmasa. Bugun shu naq maydon qadam tashrif qilgan mehmonlarning hamsi Qashqardan, Xotandan, Oqsudan, Atoydan kelgan mehmonlar aka. Jing mehmon keldi. Chata yo'q. Unda siz kechlik tomoq sizni aka. Chata yo'q, ket. Biz bermay, biz uyilib bir Sizning program mushlarda. Rahmat aka, endi Tilbimiz boshqa endi Alloh silahdan. ya undami. Ular qarasam oldigandek. Aka 120. Programmaniki muqim so'ralgan bir savollari bor. Lekin ular kelmayman mentik hozir. O'zimniki bir shaxsiy bir bilgim bor, bir necha savol bor. Yezilmagan. Uni bilan munosabsizlar. Bo'ldi. Ashna bir so'raychi aka. Bo'ldi. Men shu ismni bilgan vaqtimda tatib siz it o'ynayotgansiz shu aka. Men mo endi 90-yillari tug'ilgan. Ashna bir faoliyatlar bo'lsa, sanlar bo'lib qolsa, cho'ng sanlarda sizni ko'gili bo'ladi aka. Ko'rib, ondan keyin rost
dehqonmidi yoki artistmidi deb o'ylayolmaydim kichik vaqtimda men. Albatta men degandek siz mana shu ichga kirib ketganda vaqtlarda men ishni qilgan vaqtlarim edi. Men o'shda tushunib oldim. Nurg'un narsalarni shunda bir g'oyibiy o'ylab olardim. Qanday odamlar shunda bo'lganda deb-chi o'zimcha balliq vaqtlaringiz masalanchi qanday o'tganda, balliq vaqtlarimiz bir o'xshamdiganda, o'rtoqligimiz bormidi? Osmon bilan farq qilamdiganda deb manda narsani o'ylayman. Meningcha o'xshaydi. O'xshamaydigan yer nima deganda, balkim siz shaharda cho'ng'olgan bo'lishingiz mumkin. Men balliq vaqtlarimda yezda cho'ng'olgan. Meningki ota-onammi dehqon, onammi dehqon, dadammi dehqon. Men Qashqa Yangiq yezisininki 5-kentda tug'ilib cho'ng'olgan. Onam dadam ketib qoldi, qaga urug' tuqqan qarindoshlarim hammasi bor, yana shu yezda. Qisqartirib desam, 15 yoshimgacha shu yezda butun yezning turmushlarini ko'rib, turmushlariga pishib, u vaqtida 15 yosh kirganda men buni qila oladigan masalan dehqonchilikni qila olayman. Onamning o'rniga dehqonchilik qiladigan vaqtlar o'pchimgak vaqtlar. Ba'zida onam mijoz bo'lmaganda shu dehqonchilik qarvay deydigan ketmen chopadigan ishlarni men qila olayman-chu. Ketmenni rar chapa olayman. Ba'zida ham ketmen chopsa ketmenning sepini ching tutilib qadakcha. Ammo chepishni uqmaydi ekan deb qo'ymaychu. Ba'zi bir xil rol o'ynagan san'atkorlarimiz ketmen chepishni uqmaydi. Ketmen tutqizib qo'yib chingli tutib oldi qo'lni siyirishni uqmaydi. Bu bir xil texnikcha. Demakchi o'g'lim men yezda 15 yosh cho'ng'olgandan keyin dehqonchilik qilish qanday vaqtda nima teraydi, nima oladi, nima o'rdi, nima yig'idi hammani bilaman-da. Keyin abiyatinga obrazga kelganda shu Nurg'u odam dehqon san'atkormi deb qo'ydi meni. Nurg'u vaqtlarda shu dehqonning obrazini sal cho'kib turib o'ynayman. Chunki mening cho'ng'olgan muhitim, ota-onalarim hammasi dehqon bo'lgandan keyin bu dehqonning turmushini, psixikasini, mengishtirishini o'xshamaydi-chu shaharga. Hozirmi yezga tuqqa yo'qlab bormanqa shu yezning turmushlaridagi bir qism obrazlarni kuzataman. Chunki men bu turmushni inchik tushungandan keyin bir yezning dehqonning obrazini yaratganda rasmiy hissiyotlanib turib, ichib kirib turib o'ynagandan keyin haqiqiy bir dehqonning obrazi shakllandi-chu. Undan keyin men rol o'ynagandimi asosiyatdan o'zim emas, shu obrazning o'z deb turib, ishinib turib o'ynagandan keyin balkim tomoshabinlarga ashta bir tuyg'uni berishi mumkin. Ko'rmalar munda deb o'ylaydi ekan-chu. Bu gapni bir yerda anglab qolgan. Dehqonning ham obrazini o'ynay oladi, boshqa obrazlarni anchibak nima qilolmaydi deb anglab qolgan. Mushuni qanday qaraysiz? U faqatli xatolik bo'lib qoldi. Biz san'atkormiz. Mushu rol o'ynashni bitirib kelgan bir san'atkor nisbatan bir obrazni o'ynay oladi, boshqani o'ynay olmaydigan bir xato ko'z qarash. Buni o'ynay olmaydi desa bo'lmaydi. Balkim o'ynaymiz. O'ynagandimi ba'zi obrazlar haqiqiy shu obrazdek tushmasligi mumkin. Ham san'atkorlarning ba'ziga bu obraz tushadi, ba'zi tushmaydi. Ammo tez tushmay qoldi deb bunda baholaymiz. Lekin meningcha ani o'ynaydi, men o'ynayolmaydi degan gap to'g'ri emas. Chunki men mush rol elishni maxsus 4-5 yil o'qib kelgandim desam, uni cho'qim o'ynay olmayman-da endi. O'ynayman. Balki ko'rmallarimizdan iliqqa jiq vaqt sizni ko'gine shu dehqon obrazi bo'lgandan keyin, shu esida qolib qolgandan keyin ashta o'ylab oldim. Ya undan boshqa kino oldi bo'lsin, sekretarning rolini o'ynadik, ba'zi salbiy obrazni o'ynadik. Masalan, safarda cho'ng Boyevach Fazilning Chekermanning rolini o'ynadik. Unimi o'yjo, sizlar chik baqqanmi deganlar bo'ldi. Shu endi shu vaqtda biz ham chik baqmaymiz, lekin shu vaqtning o'zida bizning shu juzuning odamlari xumar tutgan qanday bo'ldi, chekkanda qanday chekdi degan uqmaymiz, lekin bizni turmush kuz o'rlashtirib turdi. Bizning idorada tuman deb bir dramani ishlaganmiz. Shuningda shu ayni vaqt 93-yildagi ishlar zahar chekdigan olib ketgan vaqtlar ekan. Bizni idorada o'rlashtirib, maxsus o'rlashtirib, jig'vaga yerga olib, ularning xumar tutqanda bo'ldi, chek qanday bo'ldi degan hammani biz turmushni o'rgangandan keyin o'zimizga tatbiqlab doğrab oynaymiz, bunu turmuş küzetkendan keyin bo'ldi g'ashlichu. Bu yerdan gap kelsak yana endi burg'lar rolini o'ynab baqdim. Masalan, ilqi Qaraqcha Mirat Tirchining rolini o'ynadim. Ilqi eski tumoqni kiyib, puli jiq kiyinishni o'qmaydigan. Masalan, oshnimi rasmiy mushada mushdi degan shu vaqtidimi. Demak, endi bizning oldimizga nurg'ulga obrazi keldi. Masalan, men necha yil burun endi mush san'at programmalari chiqdi, itotlim chiqdi. Har xil itotlarda rol o'ynadik-ku. Har xil rolni o'ynab baqdik. Herhalde mening o'ynagan rollarim asos yaxshi o'yindim deb qarayman. Biz ham shunda qaraymiz ham. O kimi deymasa boshqa rolni o'ynayolmaydi halqaga. Ismin demaychi aka urush qilsizlar. Chaq. Rahmat aka. Demak, har qanday rolni o'ynay olasiz. Bir rolni o'ynab bersammi ya, aniq maydonda Sunokoni o'ynab. Sunokoni o'ynayolmayman deb. Ana alaydı bir texnik talep qildiganmi, gung talep qildigan rollar javob. Uni o'ynay olmaydi. Uni chaq-chaq qilsa
Çakçak aka. Okugan maktablarınız şu aka başlangıçtan başlap. Başlangıçtan to'liqsiz o'ttirgacha yezliq boshlang'ich yezliq maktabda o'qidim. Bundan keyin 79 ga kelganda to'liqsiz ham chiqqan vaqtlarimda Qashqar san'at maktab qabul qilinib qoldim. San'at maktabga men qabul qilinganda yeshim kichikda naqshga bo'lmayman. Naqshga 18 ni oshganda, ovoz to'xtaganda qabul qilgan bo'lgandan keyin faqatla shu vaqtida usulga kira olmayman. Chunki men boshlang'ich tartiblar san'atga bak qiziqdim. Maktabning tashviqot taraflarida usul o'ynaydigan, naqsh aytadigan, komediya o'ynaydigan, komediya deydigan narsa bor shu vaqtdim. Maktabda shunda o'ynab musobaqaga qatnashib boshlab yurdim. Keyin bu orzuyim amalga oshib, shuningdek Qashqar san'at maktab o'quvchi qabul qilgan bo'ldi. Men imtihon berim deb qarasam, yeshim shu usul to'g'ri keldi ekan. San'at hayotimda birinchi qadamda usulning bo'sog'isidan atlab kirib, Qashqar san'at maktabda 3 yil usul o'qidim. O'qigandim, ravs mashq qilib, yaxshi o'qidim. Shu jarayonda endi bizning san'at maktabi bu vaqtda viloyatlik san'at ummakining ichida edi. Nurg'un peshqadam naqshchilarimiz, usulchilarimiz, muzikantlarimiz hammasi shu ummakining ichiga yig'ilgan. Bizning bir sinf bolalar vaqtda 45 bir sinf san'at sinfida edi vaqtda ummakining ichida bo'lgan ekan. San'atkorlar teves qildim kichik vaqtlarimda shu yezda qo'yib yoqib o'qiyotgan vaqtlarimda bir radioni esib oldim dedim. Shu naqsh muzikani shu radiodan anglaydigan vaqtlarimda voy palan tuduruz Oyshem qo'yim patem Qurban Urgul Ablakim Ro'zi desa, shu qulqimni yaqib radioga anglaydim. Keyin bu orzuyim san'at maktab ummakning ichida bo'ldi. Shu hammalarni ko'raylaydigan bo'ldim. Bir tarafdan usulni o'rgandim, yan bir tarafdan naqshga ovoz sharoitim sal yaxshi bo'lgandan keyin hamma shundan qiziqqandan keyin ustozlarni ustoz tutib, ashulni ko'rishib, nahayat xo'shalligimda ular tarafda o'zining zalda mashq qilib o'yin tayyorlagan vaqtda zalning yeniga ishning tugib kelib anglab naqshlarni ashlab o'rgandim. Shu vaqtda san'at maktabini o'qish bitgandan keyin o'qish bitirish o'yini qo'yamiz hamda doklad o'yini qo'yamiz. Shu vaqtda ham usul o'ynadim, komediya o'ynadim, qo'shkishlik shang-shang deb qo'yamiz aytish. Undan keyin naqsh aytdim. Hali shu vaqt talantimni hammasini shu o'qish bitganda namoyon qilib o'tgan shu vaqtda. Endi demak, endi menga san'at maktab shu viloyatlik ummakning ichida bo'lganligi nayt men zo'r bir ilhom bo'lgan demakchi. Undan keyingi maktabni deyutaymi? Biroq deyutaymi? Maktabdan param tugisin. Andan keyin Qashqar viloyat san'at maktabini 82-yili bitdim usul kasbini. Naqsh shu yil 82-ni 3-4 oylarda Markaziy teatr sho'yining aktyorlik kasbiga o'quvchi qabul qilamiz deb maxsus bizning opera teatr qilam maqsad tarbiyalaydigan o'quvchilar ekanda u butun Shinjang bo'yicha 25 bola oldi ekan. Bizning kuma nazoratdagi rahbarlar yo undan keyin bizning teatr sho'yida o'quvchi qabul qilishga kelgan ustozlar hammasi berib san'at maktabini ko'rib boqayli. Mush maktabning bolalarini bir ko'zdan kechirib, agar yararli bola bo'lsa ashadni olamiz deb. Shuninglar hammalarni bir qurdan ko'yda ko'rib intam oldi. Intam olib usul o'yindim, naqshini aytdim, naqsh aytdim. Ondan keyin muzik chala olamsa dedi. Neyni azroq chala oldim. Neyni chepadi, buni yan nim qila olaysa, itot o'ynay olamsa, biz bir narsa deb azroq vaqalik deb birdi. Yolg'iz kishilik itot o'ynaymiz dedi. Uni o'ynab berdi, buni tugatdik, shuning bilan deb mening ham o'tib qilish xiyolim kelgan. Chunki biz ham shu vaqtda shu 7-oyga kelganda o'qish bitirdigan vaqtlar xizmat chiqamizga deb xiyolimdim yo'q. İmtihan berib qo'ydik. 8-oyga kelganda bizning sinfda 2 bola o'qitish keldi. O'g'ay uytepsi deb ma'lumni qo'shib ketdi. Undan keyin ma'lum hoji deydik, uning rahbarlari qo'shib oldi. Men dedim, men yana bir o'qiymi deb ota-onamni yashinib qoldi. Men yezda ota-onamni qiynab qo'ysam qanday bo'lar deb ishkilinib turmanda vaqtda bir boshliqimiz bor, hoji. Sen bağımsan bulmaydı. Ma mektep aldırıp baralaydıgan mektep emas. Bundan burun 2 qara o'quvchilar o'qigan Jishuyenda. Ma 3-chi qarakin sen cho'qim bor. Berib, utul şey yenib kelsan bo'ldi emasmi? Qashqarga yenib kelsan ota-onangni ko'rishdi deb shuninglar. Ota-onamni desam, meyling o'zingni ixtiyori bo'lar. Barim desang, berib o'qi dedi shuninglar. Berib o'qib, 4 yil o'qidik. Undan keyin bir sinf bolalar hammaylar faqat bizning idoraga tarbiyalagan bo'ldi, debchi. Hammaylar biroqla o'biramak yenib keldik. Undan keyin usul kesib qilib, endi u sho'yendamiz, teatr sho'yenda asosliq bizningki tutquni ovoz bilan jiqroq olgan. Bizning savodashlarning ichida naqsh aytilgan bolalar ko'proq. Chunki G'jita opera o'mak bo'lgandan keyin ismi
ovozni asos qilib turib og'ochga bizning naqshlaydigan bolalarimiz yo'q. Ondan keyin qaytib kelgandan keyin shu opera makda opera o'yindik. Naqshi usul kechiligi olsun, naqshi aytdim. Oxir naqshi ham rol ikki kesimdan usul qilib qoldi endi. Yangi o'qishib turib kelganda yana andımın usulmu oynab tıkırız opera emekte. Naqsul kişilik tayalğaç hem de daramının usulları olsa oynab tutuk. O usul kesimini mi taşlamaptık. Keyinki vaqlarda sel taşlanıp kaldı qanı hem de rol elişlerin naqş kesimini çıng tutup menip kaldık. Ondan sen özünüzden en yaxşı gördüğün aktörlük mü ya ki naqşı mı? Men onu desem ikkilisini yaxshi ko'rman. Ya birini tanlag'im desamchi. Ya ikkilisini tang tanlab olaman shu. Shu ikkilisini tang tanlag'im bor. Uni ikkilisini yaxshi ko'rman deyman. Kichik vaqtingizda aktyor bilan naqshchi bo'lmayman deb o'ylabdingiz? Ya o kichik vaqtida aktyor degan nima ekanligini uqmaymiz. Men abiyat degandek boshlang'ich maktabda qo'ydigan ilqi ushaqshal komediya o'ynaydi deb qo'ydi. Ikki chiqimida bir ilqi lapar shaklli bijimilni ikki to'rtta qiz gap qilib, "Voy komediya o'ynaydi." Shu komediyani o'ynaydim qiziqchilik qilib. U vaqtida yana naqshimni aytib musobaqamga qatnashganman shu boshlang'ich maktabda. Aktyor degan narsa bizda unda uqum yo'q u vaqtida. Men san'at maktabga kirganda aktyor degan nima bo'ladi uni uqmayman. O'qigandan keyin bu rol elish degan manda aktyor degan mavikin deb anaqdan keyin bildik deyman. Zaten ikisini tanlaysiz. Yo'q, tanlayman. Herkes tashlab qo'yadi. Chunki ikkilisi ezqizlan. Ben ikkilisini hozir qila olmayman-da. Endi usulni desak, endi usulga sal ojizlik qilamiz endi. Yosh cho'ng o'g'ilda ham davomli usul deganga mashq qilib turish kerak. Men aktyor rol olish, naqshi deganda bag'an sir pishib mangdigan narsa emasmi? Hozir men ikkilisini faqat tashlag'im yo'q. Yani davomli salomat bo'lsam, yana qilaman deydigan orzuim cho'ng. Ey, rahmat aka. Rahmat. Unda bo'lsa, Barat Mo'chanining gapi kelaylik aka. Bu qanday bo'lib ishlay qaldingiz o Barat Mo'chani? Yozuvchi kim o masalan? Buni yozuvchisi Qahar Niyoz. Burun Qashqardagi hikoya degan televiziya teatrini yozgan ssenarist. Meni bu tanlashdan burilib bitkizib ekan bu kitobni. Bitkizib uning faqat meni o'ylashmay bir necha artistlarni o'ylashib ketgan Barat Mo'changa. Birisi endi komedik narsa bo'lgan ekan. Men burun komedik o'ynagan narsalarim biroz jiq qo'ygan ekan. Shunga tushdi shu rolni o'ynasin deb. Shunda o'ynab qoldik. Odikam shirkatlar ideya shirkatlar ikkisi ideali birlashib, Odikam shirkati bu kitobni tutib ekan. Keyingi vaqtlarda rejissor meni izladi. Odikam shirkatiga bog'lanmish bunday bir rol bor aka, o'ynab bersangiz deb. Kitobni oldim qo'limga, kitobni ko'rsam, kitob yaxshi ekan, boshdan oxiri har jihatdan bo'lgan kitob ekan. Bir xil yangilik bor bu kitobda. Shuningla o'ynab qoldim. Bir yilda bo'ldi buni taqat qilgan. Hozir tuvalliga tushsam, "Oy Barat Mo'chan" deb chaqirganlar. "Oy Baratkam kelibdi, Barat Mo'chan." Barat Mo'channi xijillab Baratkam deb qo'ydi. Oyapti Barat Mo'chan desa kelib tuvan ko'rganda o'qimsin deb. Yuz yurib Baratkam deb jiq ko'ribdi. Va cho'nglan ba'zi o'rimchidimi ko'risha buvoy bek cho'nglarni tatib kichiklarga chamroq ekanda. Kichik bolalar amroq ekan, cho'nglar bek amroq ekan. Bir necha cho'nglarni ko'rishib ketdi. Bek yaxshi o'ynabsiz, uka, bek kuldoq. Salomat bo'ling deb menga yaxshi tilaklarni bilib. Mening bir og'inam deydi-chi, bu komedik narsa bo'lgandan keyin ba'zi narsalar haqiqatan eshib ketibdi. Eshib ketgan turmushda yo'q narsalar bor. Bakan debdi, turmushda yo'q narsa yo'q, bormish taqada. Bor, men ko'rgan. Men shunda emas. Bor. Ne unda. Endi bir oilani qamdash uchun chenib chanmay ishlar yuz berib qoladi. Lekin Barat Mo'chandagi odamlar endi buni eski odam deyish bo'lmaydi. Ashlangdimi deylik. Bu bir oilani yaxshi qurib chiqish, bolani yaxshi tarbiyalash, yaxshi bir turmush egilish uchun bu bir tirishchilik ko'rsatadi-da. Lekin o'zi bilmay işte mo'jam bo'lib qoldi. Ba'zi qilmaydigan chakinlik qo'yib, sal qo'yib birg'ayada ching tutib olib degandek-ku. İşte bir atılıp kaldı. Emniyette bu bir yaxshi ijobiy obraz bu. Tijoratchilik, isrofgarlik, qimmatlik, yaxshi obraz shu basli. Buni o'ynash jarayonida nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Abiyatning aqidamni gapini desam, men shuni bir misol qilib beray. Barat Mo'chanal o'riklaydigan yeri 6 ta o'rikga 10 ta o'zi yeydi shuni og'achi. Ba'zi vaqtda işte eshib ketgan. Ha, debdi, shuni eshib ketgan bo'lsa, ya deb turadi. Bir kuni qo'y yeyli, 3 ta yeyli chiqib turayli deb, biz qo'g'on ep chiqilib, sil chiqib turinglar. Aşğanның xalqi so'rirak bir o'tamoqchi oldik. Desak bir og'inimiz chiqdi, qo'g'onchining oldiga berib, qo'g'ondan birini pishqizib, tatli qo'g'ondan birini pishiramiz deb. Pish bilan egilning tetpaqay deb, tetpasi
bu lavz ekan debdi. Unda yana birini pichay deb, yana birini pichib yana biqib, "Bu lavz ekan" deb bir tilimni yeb yetib. Ikkinchisini aksiliga men tatliqda qo'g'in satqan zada tatliq chiqarmish qo'g'in deb uchinchisini pichibdi. Uni mi yetib lavz ekan buning bo'ldi. Amma chiqdil deb javob. Shuna yentuqni, Barat Mochendek chiqmay adash. Endi 3ni pishtirib bu lavz bo'lsin, birini et ketaylar deb. Aya chiqqandan keyin, undan keyin mushta ish qildim adash debdi. Barat Mochenning turmushi bormikan dedi. Ras. Turmushda bor ekan. Jingda turmushda bormikan mushta ishlar. Mana sizda ko'rilibdi bu ish. Chunki bu ko'rilib qoldi bu turmushda. Abiyan degandek bu Barat Mochen dependalqa Mochendan ching tutib endi keyin o o'zimin ko'jig'ida ayni jig'i bu jibtiruydi buni keyin tepib demak endi bir isrofxo'rlik qilmay tejashlikla oil boshqarish deganlar gap endi Baratninki asos boshdan og'ir tutgan yo'li shu amaliyoti eski odam emas ijobiy obraz deyishga bo'ldi. Abay programının bishidagi paralarimizni oldingizmi aka? Vali Mochen. Oğlum yeni türlü limoçen de qanday qiladi? Bu mu moçenmi? Bu punchen bu. Chiqlab yer degandek nurg'a odamlar, nurg'un tomoshabinlar yaxshi ko'rdi ekan. Endi bilib bilmaymiz shtaq obrazlar bor, jamiyat bor. Aka, unda siz hozirgacha o'ynagan obrazlaringizdan aş qaysi obrazni eng muvaffaqiyatli oldim deb o'yladingiz? Hozirgacha o'ynagan obrazning ichida bek jiq endi. Sahna asarlari bo'lsin, mayli televizorda o'ynagan itot bo'lsin yo kino, televizor bo'lsin, esolsam bek jiqkan. Uning oldida 90-yillar, 2000-yillarning boshlarida bizimiz shu VCD film deb moda bo'lib ketgan bir vaqtlar var. Shu vaqtda bu To'xti yo'lvas, mashta filmlar jiqdi. Shuningda o'ynagan rollarim bek jiq. Mandacho mening tutqaylar. Kitaptım ekaslam oynab baqaychi keyin bo'lsa deb o'ynamayman. Kitapni boshda ko'rib, mayli itot olsun, san'at kechligi olsun, televizor teatri nim bo'lsa, oldilar o'zimizning oldini o'tkazib, o'zimizga yarg'a vaqtida shaxsan o'zim yarsa, men shu obrazni yaxshi o'ynayman, o'ynab chiqalayim deb o'ynayman. Undan keyin chuqum buni men yaxshi tomoshabinlarga yaxshi ta'sir qo'zg'ada qilib o'ynayman. Demak, cho'g'im nima deganda, mening hozirgacha o'ynagan rollarimning ichida o'zim absurdlik rol yo'q. Jeb rolni daraq o'ynab qopdim. Mang'bur tez tushmay qopti bu. Yaxshi bo'lmay qopti degan rollar yo'q, kitoblar yo'q. Chunki men oldindan kitobni mayli itotos nim bo'lsa tanlab kitobni boshdan og'ir bir ko'rib o'ynayman-chi. Bunda bo'lgandan keyin pushayminim yo'q. Yaxshi ko'rib o'ynag'achqa hammani yaxshi ko'rib ekan. Aka, jiq aktyorlarda o'ynab bo'lgan rolni masalan kino deyli, ekran chiqadigan narsani ham qaytarib olib bo'lmaydi-ku. Shu ko'rib, men bu yerga ketkizibman, menda deb. Menda u degan narsa mendaq bir narsa u. Masalan bir denişi bir televizyon teatrını oynasak, deyin şu, yıkan şu deb qo'ydi, efsunarlık san'at deb. Chunki sahna olsa, bugün selmada ketib qolgan bo'lsa, ertasi to'liqlab o'ynab olsak bo'ldi. Kunda yangilanib o'ynab turibmiz emas. Mavi televiziya, kino filmlarida bir qatimli o'ynaymiz, cho'qim o'tib ketadi. O'tib ketgandan keyin afsunib qoldigan yava, lekin butun bir rol emas u. Bir kinoda masalan bir necha maydon ko'rinish oldu. U ko'rinishning hammasida afsunag'ida ko'p, ba'zi yaxshi chiqadigan ko'rinish oldu. Ajab yaxshi bo'libdi. Ba'zida mandaraq qilsam bo'pti ekan. Oy, matraq mandaraq qaraysan bo'pti ekan deb kichik yalda afsunib qolamiz. Bir butun rolga unda afsunangida ko'p qolsa, u rol mag'lubiyat uchragan bo'ldi. Shunga bu diqqatimiz Barat Mochenning filmini ishlaganda haqiqatan jafoliq yeri bekjiq. Barat Mochengilam hamma qismida bor. Ba'zi televiziya teatrida bir maydonda boshqa artistlar, bir maydonda oila bor. Maningda shu Barat Mochen ayoli bo'lsin ba, yo'q bo'lsin bacho bu. Boshna qaranda bo'lgandan keyin men buningda o etrafimizdagi ba'zi shirkatning odamlarini bir hayron qolgan. Chunki bek jafoliq loyisoligi tushadigan, bek baynasuvligi tushadigan yerlarim bor. Doya urlashtirmagan bo'lsa, shuni kuchab turib o'ynadim. Chunki keyin pushmon qilib qolmay. Bu bir qatim har kun tushmayman bu loyiga. Bu jafoni har kun tatmayman. Bugun bir kun tatib kuchab o'ynaysam suratga elinib qoldi. Ati o'tib ketadi bu degan ideya bor-chi menda. Cho'qim men filmga chiqqan vaqtida cho'qimlashi qanday jafoliq bo'lsa, o'zimning kuch qudrati, o'zimning texnikasi yetkidek ya bo'lsa, cho'qim to'liqlab o'ynayman. Chunki keyin abiyatingdek pushmon qilib qolmay deymizda. Pushmon qilsak o'rniga kelmaydi. Cho'qim bir kuchab jafoga chidab etsak, surat elinib qoldi, keyin etrafimizga ajab bir
chidadinglar deb qo'ydi. Shu bir qatimliq ish bu. Chidasak, yana tushmaymiz bu patqoqqa, yana yugamaymiz bu yo'lda bir qatim yugurib chidaversak bo'ldi deb. Shunga keyingi ishlarda pushaymon qilmay deydigan yerim shu. Buni men astoydil o'ylayman-chi, shu bo'lapmi? Televiziya ekran senati kelganda astoydil ma'mul qilaman. Rahmat. Aka shunda tunji o'ynagan obrazingiz qaysi bo'ldi? Kinoda hamda men Beijingda o'qiyotgan vaqtimda kinoning ismini unutib qolibdim. Bir kinoga bizni chunjun qilib o'taqza deb tunji qatim maktabda o'qiyotgan vaqtlarimiz bizning sinfdagi bolalar hammalar chunjun qilib o'tirib Bashrolning bu musobaqa qilishiga yeri ekan. Shu tunji qatnashgan kinorim shu chunjunlab o'tirib qatnashgan kinoni manda ishlaydi ekan, manda rol oldi ekan deb shu vaqtda o'qiyotgan o 83-4 yillardagi vaqtlar Beijingda o'qiyotgan vaqtim shu Tunis. Ondan keyin Xinjiangga kelgandan keyin birinchi qatim chiqqan televiziya teatri Asiya Kulangisi deb bir 3 qismliq bir televiziya teatrima bizning Adilmijid Bashrollarga onda. Aşnangda bir kichik bir rol o'ynadim. Ondan keyin bu manda ishlaydi ekanmiz, manda o'ynaydi ekanmiz, barbara ondan keyin VCD'ga atılınıp ketdi. Onun kesbi, Deyan Chang'ning nurg'un kinolari qatnashdim. Endi Tunis shu. Hozir hamda sanash uchun hamda bugun sanab boqmoq muddatjiqlari unutib qoldik-da. Yana bir qatim bir chiqish imkoni bo'lib qolsa, boshni to'liq deb beraman. Shudam. Endi men senning itotlar deydi, drama kelsakmi? Bizning o'qishib turib kelgandan keyin nurg'ulg'an dramalarni o'ynadik. Masalan, men cho'ngroq opera o'ynagan buningda mening rollarim bekal bosh rol olmasam, asosiy qo'shimcha rolni qo'yindim. Lekin 92-yillar bizningki G'arib sinam operasini aytam kamildan keyin bir ikkinchi qatim biz o'qishib turib kelgandan keyin asli keltirdik. Undan keyin G'arib sinamda operada G'aribning obrazini o'yindim men. Tunji qatimliq hisoblandi. Opera o'ynashga tunji qatimliq hisoblandi. Urumchida qo'ydik. Operalda ABJO qilib bekitdi cho'ng rollarni. Navadmaning sel ovozi tutib qolsa, bunda g'atchida almashib chiqadigan. Chunki opera bo'lgandan keyin ovoz degan chatoq chiqmaydi degan olmaydi. Ba'zi azroq ovozni bo'lsa, har qanday bosh rolni bizning idorada AB qilib qo'ydi. Ikki odamni bekitdi. Birinchisi bizning Turg'unni bekitdi, ikkinchisi men G'arib rolchi. Senamning mashtaq. Men B obrazda etib, birinchi qatim o'ynadim G'arib senamning G'aribning obrazi. Uningdan boshqa o'ynagan dramalar, operalar jiq endi boshdan oxiri sanab kelsak degandek vaqt ketadi uningga. Kelib chiqib ketadi, mat programma suyib ketadi. Onda bo'lsa aka, shaxsan men bilmoqchi bo'lgan savollarning javobi chiqib bo'ldi-ku bu yerda. Endi programmaning rasmiy savoliga keldikmi aka? Endi taqa? Bas boshliq aka, birinchisi siz bu yil qancha yoshda shu yoshtillam kelganmiz endi? 40 qaz qoldim. Men 40 qoldim, 40 qaz. O yoshni demaymiz. Yo deymiz aka menda. O'zing deyvelang, men qancha yosh masalan? 55, 56. Sel kelib qoldi. 57. Keldi. 58. Eshib ketdi. 57 mi aka bo'lsa? To'g'ri eshidi yashayapsiz. Rahmat. Men bir kuch ko'rib qoldim Juma aka sizni. Men bu dedim shu 40 qaz qoldim deb, men yosh degani bir son u. Majda deb yashayman. Qancha yosh kirdingiz siz? 40 bir ay deb qoldim deyman shu. Chunki mening ro'y kayfiyatim shu edi. Hozir kayfiyatim shu buncha menga yurdi. Badan shunchaylar olmashyapti. Asas shati shundoq, taqib turqom shu yoshda. Sen bir xili cho'ng ayak ketib qoldi. Qaytadan ochdi aka. Majdaqmi? Yash kizilki og'in olib qoladi. Ondan sonra kaç Va programmat kelmabsa-da. Ondan sonra kaç ketsi. Siz ito sahasida kimni eng yaxshi ko'rasiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Aktyorlar sahasida demoqchi Juma. Aktyorlar sahasida bundaqa. O'zimning kasbdoshlarini hammasini yaxshi ko'raman. Mush aktyorlik sohasida aktyorlik qilayotgan, itot o'ynayotgan mayli kino. Bu aktyorlik sohasi tabiatan bir kar narsa. Itotmi shuning kirdi aktyorga, kino, televiziya, drama, opera hammasi aktyorlik kirdi-ku. Ashnanda rol olayotgan mush o'zimning kasbdoshlik, kasbiy aktyorlarningki hammasini o'ynaganini ham yaxshi ko'raman, e'tirof qilman, qo'llayman, hurmatlayman. Siz yaxshi ko'rmaydiganingiz. Yaxshi ko'rmaydiganim. Manda bir deychi hamda.
nurg'un narsani ko'raman. Hozir men to'g'ri sayz nayt kangrob ketdi. Qanday deb bizim o'ynab chiqsa bo'ldigan bo'lib ketdi-ku endi. Mening birli deb qo'ydigan yerim endi bizdan ko'nlarda shu quchqach bo'lsin, qassab so'ysin deydigan bir gap bor. Nurg'un aktyorlar yetilib ketdi. Rahmat, yaxshi, ashta tirishib turmashqini. Lekin mening bir taklifim, yaxshi ko'rmayman emas. O'g'limni hurmatlayman, lekin ta'lim olib maktab yüzü köymey ashtaga bir rol o'ynatganlar. Jiq, yildiz yo'q daraxt qo'shdi qo'lni daraxtga. Qattiqroq bo'ron chiqsa, yiqildi-ku daraxt endi yildiz olmadi ekan. Lekin cho'qim kuchliroq bir obrazga kelib, masalan, sahnalarda, ekranlarning oldida ashta biz makilma rolni o'ynang desa, balkim uning sal kuchab qolishi mumkin yoki yaxshi yaratilmasligi mumkin. Shunga shu aktyorlik qiziqayotgan, aktyorlikni o'ynasam bo'ldi, kino o'ynasam bo'ldi deyotgan ishtorlarda yaxshi asarlarni chiqarayotgan shunda aktyorlar to'liq kursiga kirib, yaxshi ma'lumot olib, texmi yaxshi bir narsani o'ynasa, men undan keyin texmi ichimda yaxshi ko'rsam deydigan bir orzuyim bor. Ulog'im yana o'ch emasman lekin. Taklifim shu. Rahmat aka. Uchinchisi siz qancha yil to'y qilgan ayolingiz va bolalarınız ailangiz to'g'riliq bir tushunib baqayli. 86 yil o'qishib turib keldim. 87 yil 9-oyning 12-si to'y qildim. Kim bilan? Onu mu demdim ben? Benim ayolim kino studiyasininki shu tarjim bölümde Padigul Zunun deydigan bir ovoz artisti burun, keyin ovoz rejissyorligi ham ovoz berdigan ishqilib kasbini tang ilib mangdi. Keyingi vaqtlarga kelganda 2000 qancha yil ishqilib bular kino studiyasininki tarjim bölümüne Tilzi stansiyasi biraqli tarjim markazi qilib bu yerga yondirib keldi. Bular uningki mishada ishlab armilish chiqdi. 88-yilda bir qizim tug'ildi. Qizim tug'ilib shu Urumchi 20da o'qib, uningdan keyin bir san'atga baq qiziqadigan bo'lib bu qizim usulga baq qiziqatdi. Usulda o'qimasa bo'ldi. Men chunki usulni bilmanda intayin jafoliq, baq ching butun san'atning ichidagi har qanday bir kesibni usul kesibdi jafoliq. Her kuni 3-4 saat meşq qilmasa usul o'ynayolmaydi. Usulda o'qidi. Sen shu endi 5 yil usulni o'qigandan keyin kichiklar 11da kirgandan keyin 15-16 kirmayli xizmat chiqadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan bu bola bu kichikli xizmat chiqib, xizmatning oddisini chiqalan bo'ldi. Shu binka o'qsin. To'liq kursda o'qitayli bu bolani. Seni shu yerning teatrda bir o'qsin, menga o'xshash deb. Men usulni bitirib teatrda o'qidim emasmi? Qizimni shundan zo'ldim. Sen shu yerning teatr fakultetida ammo yengyoji benda bir sinf ochilgan shu vaqtda shundan o'qidi. Uningda 5 yil o'qidi, 10 yil san'at tili o'qidi. Men bitirib chiqqandan keyin mening bolamning bizning idoraga kelishim kelmadi. Uningdagi o'zingiz tanlab beqing desam, opsining kasbini ko'rib paxta kirib ovoz beribchi. Shundan bilan oxiri Shinjong radio televiziya stansiyasining diktor yasashlik kasbini tanladi. Shundan bilan hozirgacha shu yerda ishlaydi diktor yasashlik. Bizlar o'zingizga izbosar qilmoqchi ekansiz. Mening demoqchim o'g'lim endi usulni bitgandan keyin kichikli xizmat chiqib xizmat qilma deb muqaqqatcha to'liq kursda o'qib olsin. Bizning vaqtni to'liq kursni to'liq bir butun adam bo'lsin deb. Men bu teatrni yaxshi ko'rgandan keyin qizimning ovoz sharoiti yaxshi edi-ku. Keyin naqshimni o'qimaydigan bo'lib ketdi. Uni maktab bitirib. Mening kasbimning qismi yaxshi emas biroz deb qo'ysam, oxiri o'z antalida shuningla hozirgacha shu yerda hali yaxshi obdan ovozimni yaxshi o'ziningki qobiliyatini yaxshi joriy qildiryapti dashadi. Radio stansiyada ishlayapti. Tugdim aka. Ya'ni shu bish qizim bor, shu bish xotinim bor, shu men bor. Keyinda oilangizni tushunib boqayli deb, masalan, uyingiz necha bin fan? Dek cho'q emas. Unda aka keyingisi, siz tamoq yetishni bilamsiz? Tamoq yetishni uqmayman. Family flashni muhimmansa. Uni bilmayman. Uni backpage lekin. Family menchilashni bilaman. Lekin tuxumni pishira olayman, sut pishirib qila olayman. Undan keyin sho'rpini yaxshi olaman lekin. Ko'plarni pakizalab qiyinliklar yetishib. Sho'rpini mutas, shuni shikrizasi go'shtni qo'yaman. Men baksizlik pishirmayman. Şu qılalaydigan ishim shukin. Birsi ashundan qiziqmaydi ekan. Buning qiziqish ekan-ku. Nurg'un tamoq yedigan erlar qiziqdi ekan buningga. Azaldan qiziqmam demay ish qilib, uyda bir tamoq olmasam, nima deb tamoq yedimdan xafa bo'lib ketmayman-ku. Xapalab qolgan odam bor-ekan. Ba'zi bozor bo'lgandan keyin bo'pti deb chiqib qoldim bozorga. Ba'zi damlar o'zi azon tamoqni oldi. Shu vaqtda bo'lgan. Baratning ideyasi
Soğudu geçti cuma akasına paramazsam xudu oştu. Şunu qılanmaymış. O da azaka keyingisi. Esinizden çıkmaydığa oyun qo'yish jarayonidagi bir qiziqarli ishni deb bering. Bak qiziq ishlar jiq chiqdi, kula ishlar jiq chiqdi, lekin hozir faqat esimda yo'q avvalo. Bunda film olgan chaqda bu qiziqarli ishlar bek jiq. Har birini birdan desam vaqt ketgan ham toza esimni qolmabdi. Deb beramidan azaka vaqt ketdi deb turib. Deb bermadimmi? Ya faqat masvalni so'rab qolay deb esimga olamadim. Lekin qiziqarli ishlar degandek jiq bo'ldi, faqat esimda yo'q lekin. Ondan azaka keyingisi. Siz mush fursatda yosh aktyorlarimizga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Endi kelgan gap. Ha, deyutibdi menda. Qanday qilib o'takdandik, yana boshqacha gaplaringiz bormi? Yana bir deyutay bo'lmasa. Aktyorga nisbatan yana takrorlasam, birdan bir muhim narsa nima deganda, mening talab qildig'im yosh aktyorlik bo'lgan ekan. Siz bir rolni biladigan ekan, faqat bir ikki kinoni ko'rib qo'yib, shunday demay, masalan, yezning turmushi bo'ldi, shaharning bo'ldi, korxonchilarning turmushi bo'ldi, cho'qim ashak berib, az to'lib olsa shu turmushni o'rganish kerak, bilish kerak. Bilmagan vaqtda u tashqi qiyofatnimda kiyinib chiqqandan keyin ichida bir narsa yo'q, o'ynagan narsa rasmiy ko'rgadimni tepmaydi. Birdan bir narsa turmush ko'zini asos qilish kerak, turmush cho'kish kerak. Undan keyin sahnaga olib chiqqan narsa haqiqiy turmushdan chiqqandan keyin ko'rayotgan odamning yuragiga udul berib tegadi. Bu nimdan kelgan desa, men sho'yanga teatr sho'yanga borganda yolg'iz kishilik itotni boshlaymiz. Shu eng boshida yolg'iz kishilik narsani. Men chiqib haftada 3 qatim bozorga chiqib turmush ko'zini mandamda temin chiqarib birdi. Ma temida itot tayyorlab kelsa turmush ko'ztonlar deydi. Demak, shu turmushni bilmay turib, turmushni kuzatmay turib, senda rasmiy bir obrazni muvaffaqiyatli o'ynaymi degan gap nollikdan qolib qoldi. Shunga mening birdan bir talabim hozir yetishib chiqayotgan aktyorlar jiq mayli ishdan sirtqi aktyor bo'lsin, mayli kasbni bitirib o'qib chiqqan bolalar bo'lsin, turmush cho'kishni asos qilib, turmushdan olib chiqish kerak shu obrazni. Cho'ng bir dars bo'ldi akamova. Raslan mongmi nisbatan. Men qisqaroq o'tdim men bu darsni. Keyingisi aka. Sizning hayotingizda pushaymon qilgan bir ishingiz bormi hozirgacha? Asos jihatim meningki kichik vaqtimdan tortib orzu qilgan o'ylaganlarim o'ylaganimdek bo'ldi, keldi. Mening bir pushaymon qilganimda bu insonda hammada bo'lgan pushaymon kan-ku. Mening dadam tugab ketdi endi. Dadam 14 tugab ketdi, anam 17-yil tugab ketdi. Endi anam dadamga yaxshi qardim desam bo'ldi, lekin hayot vaqtida qanchalik qilganlarimizni, ya'ni qilmoqchi bo'lganlarimizni uqolmay qilib, qildikanmiz. Tuqqanlarim bak yaxshi qarab oldim, obdan deydi, lekin tugab ketgandan keyin o'ylagandan keyin bir umrlik ishganda bir pushaymon qilganim, ota-onamga yana menda bir ishlarni qilgan bo'lsam, yani anda bir ishlarni qilib olgan bo'lsam, nimga yaxshi bo'ladi deb ota-onam bilan azroq pushaymonim bor. Ba'zi bir qilinmagan ishlarimga, qolgan kasbiy jihatdan, o'zimning turmushi, o'zimning tutgan yo'llar jihatdan pushaymon qilgan boshqa yo'q. Pushaymon faqat shu ota-onaga to'liq qilinmagan bir ishlarimda azroq pushaymon. Unda olsa keyingisiga o'tayram aka. O'tili. Keyingisi yomon. Qancha yomon bo'lsa men bor. 8-si naq maydonda tayyorliqsiz holda rol o'ynab berasiz. Qanday rol tiyimiz bormi rolning keyin? Tiyimizni biz o'zimiz deyishimiz. Naq maydonlam. Sholban keldi. Ya Oshaka! Ha? Kim? Ya Oshaka! Kim bor? Men aka. Oy. Qanday ol, yaxshimi? Mijoz yaxshimi? Yaxshi. O'zingchi. Yaxshi aka, o'tira. Kelib qolsang bu yoqqa. Kelib qoldim, yomon jiddiy bir ishlar aka. Hozir o'tganda munchuq monga vaqtingda gaqilding-ku menga. Nima qilmadi deding-ku? Naq qilam qara hozir miyada bir og'inimiz otdiydigina. Nima yeziq kelmoqchiga qara. Bir nima solaman demda, bir nima qurma, bir nima mablag' solaman dedimi, ishqi bir nima dedidigina bu. Shadin keldi. Hozir keldi. Ya bu deydi, yenimda mablag' bor. Yana bir mablag' chiqiradigan bir odam bo'lsa, birlashib bir ish qilsak, bunda pul topsak deydi-ku. Ya shunga bir ish qilib boqamsa ekan. Ashni men tanishtirg'ina keldingmi? Ha, deyman shu. Yo'qam. Ha. Hozir men shatrapildim, shunda qo'ymish edamiz bekchiq. Qamlashma odamni men tanishtirib qilib, men butun bir soatdan arilib qolmaylikmi, yo'qam. Aka, men kim o'man? Siz qop-qora xayli qilamdim men, qarab turib.
Sen azrak nim koysa şunun bilen nim kılarsan sen bakcan. Ya aka o'zimning aksi deb yaqavatman juma. Bo'pti. Pulni topudi aka hozir. Qachonchi besib o'tirsa pulni? O şu lekin sen mentirep turasın cuma. Aa kitida sen qalasan, ma izlab sen biz qalamiz mada. Xotirjam bo'l aka. Uyani adresini depadim kevatidi hozir. Ko'rishib baqalaymi sen? Ko'rishib baqalaydi. Lekin onun oldida akamda pochi to. Mablag' salamsat salamali da juma aka. Yenib qolgan ishni qilma juma. Gipni anglavroq salamat Ya asam. anglaysan aka, deymagu hamda. O'zini qochirib turib hamda meni xijolat qilib qo'ygan ishlar qilqamsin deymagu. Bo'ldi. Xotirjam laf kama. Aycha. Chiyingmi yo'q aka, bitta kasam. Choy. O'shada ha. Xotun chaqiraymi choy demsin? Bormi ya yengam? Yo'q. Tak. Kim bu? Shuma? Kira. Kilo. Ana ol yaxshimi? Gatadozmi kilo. Men degan akam mush o'zini aksi. Kilo. O'tir. Men o'tiray. Oy, bu yezladimi? O'zgarishlar cho'g'ib ketdi. O cho'ngib ketdi. Hozir partiyaning siyosati shu yizli qaratgan siyosat bek yaxshi. Dehqonlar turmushi ham yaxshi hozir. Yo'qotim juselikdan manga bu juselikdan chiqolmayman. Jusey? Manda Juseyning bozori yomon ishtik bo'lib ketishi, men yaqin qilmash kuchildim bo'yancha. O'rimish tarafladim Juseyn jiq yeymiz-ku, bir shunga laqashda jiq teryotdi. Haydisi jiq emasmi? Yo'q. Nadik Juseylikning gapini qilyapti sen deymi? Navading sen? Nadan kelding? Etizqan hamma jusey teryotdilar aka bu. Sen ma maldiki yishil tug'an etizlikdagi Jusey dedingmi shu? Mana ko'rdingmi? Sen burufkanma, shadinma yizlik kelib baqmaqamatan. Ya men tunji qitim kelishim juma aka mening. Ukam. Avog'i Jusey emas, bug'doy. Men deyman, an deganma. Ya men rost Juseyning gapini qotgan o'xshay deb qotdim. Bug'doy. Nima ekansiz? Sen yotgan ashliq bug'doydan chiqadi, bug'doy shu. Yana tarixiy juma bu bug'doylarmi ko'kirib, qatirib. Bu ehtiyoj oldu, bug'doyga ko'kirdi shu hozir. Deyishlar ko'rsam appaqli bir-birini chiqadi. Pishgan vaqt aqirdi. Unda bo'lsa, o'shaka, men degan og'ina mushu. Cho'ng ishlarni qotgan loban hisobdichu. Mishaga cho'ng bir mablag' seliblam, pulni topqizay bir cho'giltay deb o'ziga yaxshi bir hamramda sherik izlayotdi-chu. Sen de bag'oka fursat jumami shu. Talay. Bu bola nima qildi ekan asosliq? Nima qildi bu asosliq? Deb beradi sha. Asosliq men qanday ish bo'lsa qilavermadim. Hamma shuni yaqinsa bir ishim qolgan pullarim bor deb, hamma shu yeziklarni bir yo'lay degan bir asosda bir nima o'z bo'lsa shuni bir olsam, tang bir foyda topsaq degan. Mandada. Nima deydi debdim. Sen demoqchi bo'lganim yezimizdan chiqayotgan yerlik mahsulotlarni elab bunda dehqonlik bir azroq bir yordaming hisobida bunda bir qilib qo'yay debsan degina. Bo'ldi. Bizning yezdimi nurg'un mahsulotlar bor. Yangoq deymiz, chilon deymiz, mush ana deymiz, har xil mahsulotlar chiqadi. Shuni Asang bular o'zing yolg'iz qilamsan, birga qilam tuqini. O'zim yolg'iz qilib qolsam, men asosiy foydamni o'zim olib qolsam bo'ldi-da, aka. Mana mening o'ylig'imdan pul deganda desa, pulni solaman demamsan menda. Pulni nega soladi, bilib sanmamda ne qiziqmini qilaman. Eşimde Ismail pulni so'm qisqa salam dema. Qiziqmini qilaman. Bilib sanmamda ne? Men dehqon desam meni shunchalik ishni uqmaydigan ko'ratamsa, qullaqib bir solib. Nima qilgan bir nima bir to'g'ri sanmamda sa'sima sep qo'ydigan bir yanchi qilsa qo'ydan kempitomsa u. Diqqat qilsa. Yo'q, demin yaxshi olsin deb men yenib ketib qolsa-chi. Da yenib ketdi u. Bunda yerda yanamdi bu. Bu tayillikni va juzel bug'doyni uqmaydigan birini qanchalik
Ukam. Babalni azroq maqtaki bu ekan. Shu endi, pul deganda shu o'zim yog'ni topsammi shu topib ekanman ha. Endi shu qo'limdan kelishimiz deqqalarga bo'lsam ozroq yordam qilay. Tang bir mablag' chiqarib tang boyvonlarga asosda endi men tang chiqishib qilandik dedilar. Tang chiqarishib? Bunda sherik bo'lib demoqchi ukam. To'g'ri. Ukam, meningcha shu sherikchilik ishni qilmaylikmi deyman ukam. Qanday? Shu sherikchilik to'g'ri ukam, zambilni sherik ko'targan oldi, qog'ozni sherik o'g'namaychiman ukam. Toza xo'sham yo'q. Menda qilaylik ukam, menda qilaylik. Men shkela endi kurashdik. Bu bilishmay, tunishmay turib sherik o'g'namaydi ukam. Men seni vaqo, men bizning kenetde bir kooperatif var. Aş kooperatifte bizden kimiz dehalının mezdatlarının hemen aşağı top çıkıp onun diken sen okşamışlar lobelik yapıp kalsa aşından satıdı. Ben şimdi şu ek tunuşturup koyayım ya. Yok kalıp sende. Kala? Makal yoktu. Bağı. Ya nasıl bu kalımız başka okşamayla kalırken bu başka kallarının müngüzü atır bu. Kızım mozaik bu. Mozaik müngüz çıkanda da kızlık yakıldıkense abi cüseyde bir yüzüm döktüm. Ya bey. Kalı okşamaydan kalı olmayda. Kalı degen kalı okşayda. Muzay okşayda. Bu kalı bağı okam. Ama muzayga çoğun oğandı müngüz çıkıda. Bazı bir inek kalı var. O inek kalının asas şart. Andı bunu müngüz çıkıda. Kağalır hepimiz buka müngüzü alırım hepimiz. Kalın müngüz çıkmazdı. Kaçsın deysen? Mişmiş kalığa. Makalı mı? Ya ki. Makalı da bu. Kalemez bu. İşek bu. Deyman benim azdırıvetten cuma. Şu işek. Sen mutmaya kapsın ha? Ya diyemem işek deymen de kalıyordu ama. Evet, oldu. Ya bak gel kirli aka böyle o kooperatif diyeceğiniz bile aka ahmayın o aza kıymet satıdı. Biz demek ki bunun işimiz paydını alsak. Ama ben 100 bin pulunu ekeldim. 100 bin pulunu mısın kılsın 200 bin koyun biz kenet ki bağlı hesna hemsini situasak. Kapıp satsak paydını tam bilesek yaxşı emas maka. Fikam. Ben akıllı fikam. Mine maşka zolim fikam. Şundan fikam ha? Mine zolima. Ya şaka. Merak aka. Ne var be? Şundan yaxşı yakıldıyım ha. Man bir fırsat, rast çaqçaqamadım. Manda fırsat 1 kilo iş kelmaydi. 100 bin koy dedi, 100 bin koy dumut 200 bin, 300 bin topmam şaka. 100 bin koy çıkarsın, ben 100 bin koy çıkaramam. Bana tuluk yakın. Dedik. İşek gülü kalını bilemegen koyuyorum. 100 bin koy salam deme. Oturacağım. Ben ders etmez. Mekle gibi bak. Arkasın işte diğerinin komlayım da kilişten bu şeyde. Diğerinin şunaydı. Azak bir gelip koysa gol oldu demekçi ma. Hazır diğerinin var. Hele seviyeli kop kalcıma. Da komlayım da. Bana işin alam. Bana. Oturamam diyor. Var boldan dolu. Ayrım gibi bak. Şurada 100 bin koy sadaka bulunuz baka. Ukam, mandaqlayla. Men de o 100 bin koy pul sasam sağçılıkken bak ödüm bayna kala, işekler var. Hele mevlaq mı var. Lekin mandaqlayla ukam, men abiyatin degandek endi sen bilen biz endi kurashdik. Şunu men andaq ishni qilmay, burunmi qilmab kelma. Ma pulni var sen. Ma seni men kabrat qilib boshlab apray. Qanday dedim ha tawakkul. Seni sen bilsen kabrat neydi sen başta apray ağinanı. Şu yerge be apray ondan keyin muşum men bilaqna şu kabrat bilen bir iş qilmaydi. Men bolsam mayım fikir bo'ldi. Mening azroq ishim bor şu yerge bormamsizlar. İşte qilaylar. Bir çay. Ya bir çay. Mama üstün kapçıkan verip koy. Aka bir özgürleşli avkaç telefon kısmına hemen kelimeyeceğim ha. Muşum var. Akıl. Ahmada bu. Bana başka adam da bu buluduğu adamı vakti
aka rahmat. Bu Chestaylam o'ynatdingiz aka. voy Men ukam. o'ylagandimmi bek? Asli bundan narsa deganda bunda tayyorlik qilib, oldidan kitibini yezib, onun qanday bunda bir rejissyorlik qilib o'ynaydiq bugun. Qamlashdimi yaqin oldi? Men chidayolmadim ayda o'tirib. Kulvatdim. Mashkinglim pishib qolsizlar xil aktyor. Rahmat aka, lekin yiltizimiz yo'q. Mujda maqsad yiltiz tartiblar. Yiltizga oldirmay bo'ldi qashlar. Bu qildi. Lekin yaxshi bag'ringizga erishgan bo'lsak, faxrlandik o'zimizdan. Yaxshi. Unda bo'lsa aka, programmamizdan mush kayfiyat ko'tarishni asos qilgan teatr javob bosqichi bor. To'g'ri savolni sizdan so'rayman, siz teatralda javob berasiz. Birinchisi, siz turmushda boshqalarga cho'lponlik kibrigingizni ko'rsatamsiz. Ko'stimi? Teatr javob. Cho'qqon qo'yib ko'rsatamman. Undan so'ng ikkinchisi, siz o'zingizda Shinjongdagi birdan-bir eng yaxshi aktyor deb hisoblamsiz. Shundaq. Rasman. Başta teatr cevap deb qo'yaylikmi yana? Do'stlar ishtaqli deb qolmasin. Shunaqa to'liq ko'z bo'ladi aka ko'rmanlar uchun. Shu to'liq ko'rmisiz tushunmayman hozirda. Loz ekan deb qolmasin. Undan so'ng uchinchisi aka, siz uxlaganda xo'rak tatamsiz. Tatimi? Undan so'ng aka to'rtinchisi, siz san'at sohasida xizmat qilib bakchiq pul topdingiz shundaqmi? Topdim. Rahmat aka, undan so'ng tugidi. Hamda ko'rmanlarniki kayfiyatini texnik yuqori pallaga ko'tarish uchun ijodiy o'yinlarimizdan quloq tanishishda qolib so'z tepish o'yini o'ynaymiz. Şolpan geldi. Başlandık. Ushbog'im başlandık. Başlandık. İkincisi Hanife. Agtigime. Hanife. Ha? Hanife. Agishime. Hanife. Dört, iki, Adışımba. İkincisi Hep belli. Ha? Hep belli. Ebey. Ushbog'im aka, ushbog'im. Hep belli. Böyle. Kalmadım. Hep belli. Ha? Hep belli. beş, dört, Hep belli. üç, iki, bir. Tamam. Ebelli. İkinci tanış dördüncü aka. Munevver. Hareketle izah turita içeriz. Munevver. Muhterva. Munevver. Munevver. Muhter. Beş, dört, Muna. Baş. bir. Tamam. Münevver. Sana falan güzel bir vettanın amalı yok. Közenek. Gün çıktı. Közenek. Köz eynek. Vallahi. Gün çıktı. Uçaylı. Uçaylı mı? Gün çıktı. Uninki. Nimo u. Kushing ini kana sakam. Gün U. çıktı. Beş, Şi. dört, üç, Gün çıktı. bir. Uninki şu. Nöl. Nöl. Alta. Ay paşa. Alvasti. Alvasti ya. Alvasti. Ay paşa. Ay paşa. Sağlamlık. Sakpes. Sağlamlık. Nimo ka? Yuhan. Sağlamlık. Şa. Şap. Öttük burada. Gülleyli.
Tutarchi. Doğru mu? Gül Leyli. Sulashi. Gül Leyli. U yaxshi. Yok. U Bahçı. O'xshash gaplar bo'lyapti. Mushulam Nurali. Ya. U Sakçı. U soqchi. Tutmalı. 2022 yıllık Maç Olpan geldiği programımızdan tajdorligi men Munavvar doktor markasini emasmi? Açtı mukabbat qilmoqchiman. Sizga shu 3000 yuan qimmatidagi mahsulotni bermoqchi. Bulamda aka naqd pul aralashtirib beraymi? Ko'ngil qanday? Endi aka shu naq maydon qadamdashib qolgan do'stlarimizmi? Jiroq yurtlardan kelgan deb men dedim-ku aka. Kimning savol so'rg'isi bo'lsa yoki men so'ragan savollardan ma savol tushib qoldi, ma deyilmay qoldi degan savollar bo'lib qolsa, erkin holda so'rasanglar bo'ladi, mush fursatni beramiz. Eng oldi bilan Munavvar doktor markasiningki hamkorlashib qurg'uvchilarining birisi bo'lgan Abdurahmonjon apandimni oldi bilan olqish beramiz. Salom. Ekran oldidagi naq maydondagi bizning Munavvar doktor tajdorligidagi 2022 yillik Cho'lpon keldi programmasiga qatnashish uchun kelgan barliq naq maydondagi ekran oldidagi ko'rmanlarga, hammanglarga mendan salom. Shundaqla 2022 yillik Munavvar doktor tajdorligidagi Cho'lpon keldi programmasini suratga elish sebebi bilan siz bilan naq maydonda didorlashishga muyassar bo'lganimdan cheksiz minnatdorman. Rahmat. Shundaqla men naq maydon sahnadagilarga, hammanglarga o'tliq Tumshuq shahar xalqining illiq mehrlik salomini ilib keldim. Rahmat. Munavvar doktor markasidagi og'riq to'xtatish, yallo qaytirish chapligi va ko'z asrash, ko'z rushanlashtirish chapligidan iborat mushu ikki xil mahsulotimiz sog'lomlik bo'lgan, yaqishligi shundaqla ko'rsatgan unumi bilan yaxshi ta'sir, shundaq yaxshi unum yaratib keldi. Yuqorida Nurali deb o'tdi. O'sha akamga sog'lomlik sovg'atlik sifatida bir yurish 3000 yuan qimmatidagi mahsulotni sovg'at yuzidan sundim. Uni aka shu manbamayman mush. Yani sen faydalı kendine. Bizning Munavvar doktor mahsulotininki unumi bo'lsa, bel og'riqi, bel zinsing, so'ngak, o'sak har xil pay bo'g'im og'riqlari, so'g'aqdan, yeldan, yo'llikdan bo'lgan har xil revmatizm og'riqlari qarta unum alaydi. Munavvar doktor ko'z asrash, ko'z rushanlashtirish chaplig'imizning ko'z qichishish, ko'z to'rlishish, ko'z yashang'irash, chinqilib og'rish, telish, oq tushish, g'ovalishish qatorliq mushu og'riqlarga tez unum ko'rsatish, ko'zga rohat berish. Shundaqla oldini elish asrash roli bor. Mushuni sizning bir yurish ishlatib, unumini ko'rishingizni, shundaqla ekran oldidagi ko'rmanlarning mushu mahsulotimizni ishlatib ko'rishini tavsiya qilaman. Rahmat. Endi aka bizniki top vakiliniki kompyuter orqali to'rdashlarniki so'ralgan savoli bor-ku. Ashni bir so'rayotsin. Bir to'rdishimiz debdi, aka agar sizga fursat berib kichik yinib qilish fursati kelgan bo'lsa, yana siz kasbni tanlamtangiz yoki boshqa qil ishni qilamtangiz deydi. Yani shuni tanlayman deb cho'qima. Chunki men naqshli aktyorlikni tanlayman. San'atkorga nisbatan tabiiy talant, to'g'ri talant deb qo'yamiz. Bu intayin muhim narsa bu. Masalan, bir naqshchiga nisbatan aytaylik, naqshchi bo'laychi deb ovoz sharoiti, tabiiy talanti, tabiiy ovozi ashunday yetilmay turib men naqshchi bo'laman desa, belki bu naqshi bulanmaydı. Belki naqshning nazariyasini o'rganish mumkin, nazariyatni, lekin amaliyotda uning ovozini tabiiy bo'lmagan ovozini yaratib chiqargan olmaydi. Chunki menda shu narsamda tabiiy talant bo'lg'achqa, yana men chuqur shuni tanlayman-da, yana boshqani tanlab nima ish qilmayman. Yana bir so'rashimiz debdi. Akam her qanday adamlarning bir ko'ngli yerim bo'lib qolgan vaqtlar bo'ldi, nachar bo'lib qolgan vaqtlar bo'ldi. Odatda siz ko'nglingiz yerim bo'lib qolgan vaqtingizda kayfiyatingizni qanday tanishasiz? Nima usullar orqali tanishasiz? Jilon usuli. Yo'q, endi bu insoniyat turmushda ko'ngli yerim bo'lib qolgan, intayin xushal bo'lib ketadigan ishlar davomli yuz berib turadigan ishlar-ku bu. Mening ko'nglim yerim bo'lib qolgan vaqtlar bo'lgan ham bo'ladi. Nurg'un insonda bo'ladigan narsa. Lekin mening ko'nglimning yerimchiligini bak ichimga selib olmayman. Ba'zi odamlar ishidan chiqaramay, azoblanib, manda bo'lib ketadi. Mening shu zamon uzrab ketsa ya yerim soat
Bo'lmasa bir soatdan keyin boshqa bir narsaga ideyamni chechib, yo'q qilaydim, yo'q qilishtirishman. Ichimga solmayman. Ichimga selib azoblanib, ajab deyoldim avo, ajab menda deyvetdi, ajab anda qilib oldi, unda qilib deb bek azoblanmayman. Birdamla yo'q qilmani. Qanday ki o'zim uqmayman, ishtik yo'q qila olmayman. Sizin bundan planlarınız nima qisqacha bir deb berasiz? Mening buningdan keyingi planim oldidan tan sog'lomligim yor bersa, o'zimning kasbida yanimi xalqimiz yaxshi ko'radigan, xalqimiz tag'im insar bo'layotgan yaxshi asarlarni, yaxshi naqshlarni yana xalqimga sunib tursam deydigan orzuyim bor. Mendagi istak shu. Men kichigimdan tortib sizning naqshlaringizni ayt yoqtirib anglaydim. Bo'libmi mening balliq qalbimga bilim ishqila degan naqshingiz haqiqatan ta'sir qilgan. Ilmni ayt yoqtirib anglayman. Bugun shu Cho'lpon kent programmasi orqali siz bilan yaqin oraliqda uchrashganligimdan ayt xursand bo'ldim. Hamda sizga shu bundan keyin tiningizning sog'lom, oilangizning xotirjam bo'lishini umid qilaman. Shuning bilan birga xalqimizning san'at osmonida texnik chaqnag'an yorug' bir yulduz bo'lishingizni alayda umid qilaman. Ko'p rahmat sizga. Rahmat sizga, rahmat. Xo'sh, rahmat aka. Men ko'rmalarniki to'rdoshlarning savolim tugab qopti. Bugun men uchun ilib etgan vaqtda bek ma'nlik bir kun bo'ldi deb o'yladim. Rahmat. Sizlar itot o'yindim. Nurg'un qarorlardan bilmoqchi bo'lgan, erishmoqchi bo'lgan javoblarga erishib oldim-ku aka. Raslan hayajonlandim. Vaqt qistab qolganlik sababli programmaninki vaqti mishagicha bo'lib qoldi. Ba'zan gap so'zlar yana qolib qoldi-ku aka. Shu bir odamning san'at hayotida nurg'unlagan gap so'z, nurg'un ishlar bo'ldi ekan, hammanda bo'lmoq teskanda buni qismlashtirsak bo'ladi. Qismlashtiraylik aka shu. Ma birinchi qism bo'lsin, tamom ish bo'lsin. Ikkinchi qismni yana bir qitim sizdan vaqtingiz chiqqan vaqtga to'g'rilab davomlashtirib apmangaylik aka. So'ralmagan yerlarni. Xohlasangiz. Bo'ldi. Unda bo'lsa aka, bundan keyingi ishlaringizga zo'r utuq muvaffaqiyat tilayman. Bo'libmi salomatlik tilayman aka. Salomatlikni birinchi o'rin qo'ygan qolgan ishlar tabiiy hal bo'ldi emasmi aka? Eng oxirlashadigan bosqichga qoldik aka. Bundan tugutay desam, ko'nglim zot unumayotdi meningki. Ko'ngil nim tatadi demdi. Lag'man qilmayman. Demak, boshlanishdilam kayfiyatni ko'tarib bir naqshlan boshlatdik aka. Bu tugaydigan vaqtda bir naqshlan xulosalab yetamdiq deb o'ylab qoldim. Mayli, vaqt yor bas, shunda qilayli. Acha qilandik aka. Qo'lla. Kaşkar yolu gülzarlı, encanı yolu bir aile. Encanı yolu bir aile. Hayata jüridiken, söyleyene ya. Hayata jüridiken söygen yarim ciğeray. Kaşkar yolu gülzarlı, encanı yolu bir
Rahmat. Mana bu mening sizga aziz olsun bir ko'ngil. Xo'sh, 2022 yillik Cho'lpon keldi programmamizning tojdorligini Munavvar doktor markasi alaydi qoldi. His qilishga undaydi. Sog'lom turmushni o'zimiz izlab topamiz. Munavvar doktor. Xo'sh, programmamizning riyosatchilarining kiyimini miras kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alaydi qo'llagan. Bog'lardan miras, tog'dek qomatga qiyas miras kiyimlari. Rahmat aka, yana bir qatam yenisam yana shu tinan salomat bo'lsin aka. Bundan keyin yana ko'rishimizga, va'dabadingizga aka cho'qim kelsiz. Demaysiz aka. Ha, bo'ldi. Pul demayman. Sizdan pulingni olmagan ekan. Yüzüyorlar. Aka, unda bo'lsa, yig'inchoqliq vaqtida ekran oldidagi sizning mastanlaringiz yillardan buyon sizga diqqat qilib kelgan, sizni yaxshi ko'rib kelgan, qo'llab kelgan, ko'rmallaringiz ham shunaqla tomoshabinlar yuzidan kichikkina bo'lsa-mu bir ko'nglimizdagi o'rningizni ifodalash uchun bir lunqaga mujassamladik aka. Butun hurmatlarimizni shuni bir qabul qilasiz. Voy, rahmat. Rahmat.